Assalomu alaykum hammalarga. Menga ko'p kishi yozgan avtobusda obzor qilib bering, og'bog'ini ko'rsating, nimalari bor bu Xitoy avtobusida, nimalar bor deb nima qilgan. Hozir men sizlarga polni obzor qilib beraman bir boshdan. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu vertolyot. Yo'q, to'xta. Xo'p, mana bu avtobus. Hech kim qolmadimi avtobusga qaraqa? Mana shu avtobus sidina ustiga odam chiqsa ko'taradi. Mana ko'taradi. Mana ko'tardi. Tushganimizdan keyin sal turgandan keyin o'zi tushadi. Xo'p, ana bu skors. Mana bu rushiktorimiz, to'xtab turish tormozi. Bu mikrofon, kontent olsak, sirtamiz. Xo'p, ana bu salonni sveti. Ana bu shopar tepasidagi svet. Mana bu eshiklar tepasidagi chiroqlarning sveti. Mana bu oynani qizdiradi. Yomg'ir yog'ib suv teksa, oynani qizdirib quritadi. Bu kondisioner, ham pechka ham kondisioner. Bu hid chiqaradi, bu soat. Ham zaryadga qo'ysangiz bo'ladi. Telefon zaryad qo'ysangiz bo'ladi. Bu unaqa jon. Xo'p, ana bu massa. Butun avtobusda badandagi hamma toklari o'sha buni maqsad. Bu avariyni, mana bu motion botib qolsa, buni qo'ysangiz, ikkita mos birdan aylanadi. Orqa ikkita balon birdan aylanish uchun mana bu shu narsa. Ana bu trafart deydi. Oldagi tepasidagi trafart. Ana bu salon ichidagi reklamani yo'q qo'yishadi. Ana podviskaniki. Buni yaxshi ko'tariladi. Buni bossa urgan bo'ladi, buni bossa tushadi. Ana buni bossa bir tomonga o'ng tomonga shuni nima bo'ladi? Uklon bo'ladi avtobus. Keyin bu tablo, bu fanat yo'q qo'yishadi. Ana bu signal. Bu bor ekan signal. Mana bu nastroykalarniki, o'zini mana monitor, mana monitor qilingan toklikda bu. Monitorda bu, buni ichida nima bilan o'zi nimalar, funksiyalar bo'shlar chiqaradi, menu, mana bu aqqa oladi, короче. Bu nazorат qiladi, короче. Bu reflektormi balo. Bu kamera mana olyapti, bu kamera yo'lda olyapti. Bu ruchka, mana kimdir neto harakat qilsa, sirasi yozib yuboraman. Bu ochka, bu telefon, bu man, короче. Ana bu grafik asosida yuramiz, qaranglar mana. Har bir reysimizni yurish vaqtimiz va to'xtash vaqtimiz yozilgan mana bunday reja. Ana bu mana sartaroshchi bu borsa shashqa. Yo'qolgan kartalar kimnikidir yo'qolgan bo'lsa turadi, bir oylab turadi. Keyin hech kim egasi qo'ygan ekan, ana yerda quti bor, shu qutiga tashlaymiz. Bu monitor nima bo'lyapti, nima qo'yapti, GPS o'chyaptimi, yonyaptimi o'shalarni ko'rib turadilar. Ana bular avariyni knopkalar, mana yong'in chiqadimi, nimadir bo'ladigan bo'lsa, bossa o'sha o'zini o't o'chirgichlari bor, avtomatik o'zi kukun sepib o'tni o'chiradi. Mana bu narsa mikrofon qo'ygan, qayerdadir taqirlab qolsa, mana mikrofon o'chib yonadi. Mana yo'q qo'yish kerak. Qayerda taqillasa shopir eshitish uchun shunaqa mikrofon qo'yilgan orqa tomonda qanaqadir shunaqa muslima. Mana bu narsa lyuk yoqadi. Ichidagi havolarni, sassiq havolarni kimdir bilmay qolsa, uxlab qolsa, balobatar bo'lsa o'sha havolarni mana shu surib ochib ketadi. Mana shu knopkaga qo'yadi. Ana bu ABS. Mana yomg'irda tormoz bosganda kut burilib ketmasligi uchun o'sha ABS qo'yilgan. ABS tushunadi mashina borlab. Mana bu narsa pechka. Sidina tagidagi mana shu adam havo chiqadi. Issiq havo chiqadi, pechka yoqadi. Faqat sidina tagini yoqadi. Bu yerga pul solib qo'yasizlar. Mana bu zaryadchik. Zaryad qilsa bo'ladi, zaryad qo'yishga. Buni bilmayman, o'ylaygar o'zim ham bilmayman, ishlatib ko'rmaganman. Mana bu narsa qiziq narsa. Mana buni ko'p choparlar ishlatadi, menga o'xshab ishlatish kerak emas bu narsani. Bu eshik ochiq turgan paytda ham yurib ketadigan narsa. Mashina tursa, eshik qachon yopilsa, keyin yuradi. Yopilmaguncha yurmaydi. Mana buni mana qilib qo'ysa, eshik ochiqmi, yopiqmi farqi yurib ketaveradi. Mana shunaqa narsa, bu juda xavfli narsa, buni yoqish kerak emas. Buni yoqmaydi. Mana shunaqa qo'ymaydi, xo'pmi? Mana buni faralarni ko'tarib tushiradi. Bu yaxshi narsa mana bu ham. Bu skors mana 53 larda qilib uradi-ku. Bu o'sha narsa mana yoqda tormozda shunday bosib, mana qilsa mana nozik qo'lchalar bilan mana maktabga o'qiyotgan qizchalar ham skorsga ursa bo'ladi buni mana. Mana el o'tidan tez yurmaydi, ana bu deb ketgan, menga qo'yib, mana bu xalosda, ana bu zarni. Lekin tormozni bosmasa o'tmaydi. Mana pechka ollaklar, polni istadigan narsa orqalarimiz, faqat ollaydi-ku bu. Mana bunisini bossa tok bilan ishlaydi. Agar salarka bir qutiga qolsa tok bilan ishlatamiz. Agar salarka bo'lsa, agar o'zi shunday burib qo'ysa bo'ladi. Havo chiqaveradi. Keyin bu vertolyot, bu kameralar, bu ruchka bilan tushuntirdim. Mana bu oyna, mana bu orqadan kimdir mana knopkani bossa, mana bu nima yonadi. Men o'shanga qarab bilaman, kim bor, kim yo'q, tushmoqchimi, yo'qmi. Lekin har tasnofga to'xtash shart. Tashqariga chiqamiz. Mana balon. Buni qoraytirib chiroyli qilib yursa, juda ham avtobusni chiroyli ko'rsatadigan narsa balon bo'ladi. Bu garaj raqam. Xo'p, mana bu narsa bossa nogiron borligini bildiradi mana bu. Keladi nogiron aravacha bo'lsa, buni bosadi, shopirga signal boradi. Signal ko'radi, nogiron aravacha bor ekan deydi, tushib kelib, eshikni ochib, nimani o'sha ko'rsatadi, hozir bitta ko'rsatadi. Mana shopir yugurib keladi, assalomu alaykum, uzr deydi-da, qaramabman deydi-da, mana buni ochadi, buni tushirib, mashadan nogiron aravachani chiqarib, mana hurmat, izzat bilan mana shunaqa narsa bu. Balon mana qoraytirib qo'yish kerak. Buyog'i shu mana bu yuk mashin Kamazning Eurosi. Mana bu mana obuna bo'lib qo'ysanglar, bemalol videolar bor ko'rasizlar. Avtobusda biletga voqealarni olib chiqamiz bo'ldi. Xo'p, 100% tok bilan mana bu yerdan zaryad oladi. Ochib tegib o'tirmanglar.
shu tirjaytirib qo'yadi. Shu naglicha tirjayib qolsa, mashinaga tegib, ochib, qo'lni tiqib, u qilish mumkin emas. Toki zaryad qo'ylar. Ikki chetida zaryad qo'yadigani bor. Keyin bo'ldi, yana nimasi bor buni? Mana bu oyna. Mana bu oldidan ko'rinishi buni. Mana bu mana chap tomondan ko'rinishi. Mana yoqqa Niyozov uxlayapti, Azlik uxlayapti. 07:05 ga chiqqan. Ana shu obzorimiz. Endi kimlardir aytishi mumkin, biz ko'rmaganmiz, bu nima kerak bu videong deyish mumkin. Lekin qayerlardadir yo'q shu avtobus, kimlargadir qiziq bu narsa. Keyin mana qilib, haydab yurasiz, mazza qilib, mana bunday qilib. Keyin oylikda olasizda, mana revanch ko'rasiz, mana. Achkina ham maqtov o'tishim kerak, pul yo'ganman buni. Mana. Nima qilasizda? Mashaq qilib, mazza qilib haydab yurasiz. Video kimgadir yoqqan bo'lsa, yolg'ondan like bosing, yolg'ondan rostdan bosmang uni. Sal qo'lingiz tegib ketsin, yolg'ondan odamlar gap so'z uchun. Men shuncha narsani ko'rdi, shuncha narsani o'rgandi, lekin bosmadi deydi-ku odamlar. O'sha narsa bo'lmasligi uchun shuni obuna bosib, like bosib, mana qarang, sharoitga qarang.